ota-onangizdan kelgan bo'lsa ham ochmasliklarini so'rab qoladi. O'zga shaxslarga sotmasliklarini bu uchun javobgarlik borligini aytib o'tadi. Assalomu alaykum. Azamat aka, yaxshimisiz? Bu inson kiber xavfsizlik boshqarmasida ishlaydilar. Azamat aka, sizni yoningizga kelganim sababi shuki, hozirgi kunda juda ham ko'p telegramlardan, kartalardan pullar yo'qolishlar bo'lyapti. Shuni qanday qilib oldini olsak bo'ladi? Haqiqatan ham Parviz aka to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda sodir etilayotgan kiber jinoyatlarning katta qismi aynan Telegram orqali yuzaga kelyapti. Ya'ni o'sha Telegramda har xil virusli ilovalar, har xil zararli ilovalarni fuqarolarimiz bilib bilmasdan bosish oqibatida yuzaga kelyapti. Shuning uchun fuqarolardan birinchi navbatda so'rab qolardik. O'sha Telegramdan kelayotgan har xilcha ko'rinishdagi xoh u ichki ishlar xodimini nomidan kelsin, xoh o'zingizning yaqiningizni nomidan, xoh ota-onasi nomidan kelsin, o'sha narsani ehtiyot bo'lib ochmasliklarini. Chunki o'sha kimdan kelgan bo'lsa, u sizning yaqiningizdan keladi. Ya'ni o'sha yaqiningiz ham o'sha zararli ilovani bosib qo'ygan bo'ladi. Misol uchun agar siz shu narsani bosib qo'ygan taqdiringizda, sizning kontaktingizda qolganlarga tarqaladi. Shuning uchun hattoki o'sha narsa sizning ota-onangizdan kelgan bo'lsa ham ochmasliklarini so'rab qoladi. Hozirgi kunda yana ularning yangicha turlari chiqib ketyapti. Ya'ni ular o'sha Telegramingizda firibgarlar qo'lga kiritgandan keyin ular o'sha virusni tarqatmaydida, sizning nomingizdan qarz so'rash holatlari yuzaga keladi. Ya'ni misol uchun o'sha narsani siz ochib qo'ydingiz, sizning tanishlaringizga sizning nomingizdan misol uchun qanaqadir men bilan bog'liq baxtsiz hodisa yuz berdi, shuning uchun 500 ming so'm, 1 million so'm pul tashlab berdi. O'sha odamga telefon qilib so'rash kerak, ha? O'zi sana pul kerak, masalan Telegramda yozdingmi deb so'rasa yaxshiroq odam. To'g'ri aytdingiz. Aynan shunaqa holat bo'lsa, fuqarolardan so'rardik. Birinchi navbatda sizdan qarz so'ragan odam bilan bog'lanishingizni va haqiqatan o'zingmisan deb undan bilishlaringizni so'rab qolardim. Keyingisi hozirda juda ham ko'payib ketgan aynan sizning yo'nalishingiz bilan bog'liq bo'lgan onlayn savdo. Ya'ni hozirgi kunda bilamizki, hamma ijtimoiy tarmoqdan onlayn savdo qilyapti. Bu qulay qaysidir ma'noda, lekin qaysidir ma'noda bu narsa firibgarlar uchun bir yo'l ochib beryapti. Bu narsada firibgarlar o'zining g'arazli niyatlaridan foydalanyapti. Ya'ni o'sha fuqarolarimizdan so'rab qolardik, onlayn savdo qilayotgan vaqtida o'sha savdo qilayotgan akkauntni, xoh Instagram, xoh Telegram, xoh boshqa ijtimoiy tarmoq bo'lsa, o'sha sahifaga kirib, u yerda qoldirilgan aloqa manzillariga e'tibor qaratishlarni so'rab qolardik. Telefon raqamlariga o'sha bilan bog'lanishingizni, undan keyingisi qo'yilgan postlar ketma-ketligiga e'tibor qaratishlarni so'rab qolardik va eng asosiysi u yerda qoldirilgan kommentariyalar ochiq yoki yopiqligiga. Ochiq bo'lsa kommentariyani o'qib ko'rishlaringizni so'rab qolardik. Ishonchli bo'ladi. Va eng oxirgisi oldindan to'lovni amalga oshirmasliklarini so'rab qolardik. Oldindan to'lov to'g'ri oshirish kerak qachonki siz ishonchli manbadan olayotgan bo'lsangiz. Misol uchun sizni yaqiningiz tavsiya qilgan joy bo'lsa, avvaldan shu yerdan savdo qilib yurgan bo'lsa, shundagina oldindan to'lovni amalga oshirishlarini so'rab qoladi. Bu yerda Parviz aka hozirda Samarqand viloyatida eng ko'p tarqalgan aynan shu kiber jinoyat turlarini biz bo'lib chiqqanmiz. Bular mana virusli ilovalar, yaqindan pul so'rash, bu o'sha o'zini bank xodimi tergovchi tanishtirish holati va sizga aytib o'tganimda onlayn savdo pulni ko'paytirib, soxta treyderlar juda ham ko'payib ketgan. Esdan chiqarmaysizlar. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Undan keyingisi onlayn kredit. Onlayn kredit ham hozir juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni o'sha aytib o'tganimdek mana SIM telefoni bilan bir-biri bilan bog'liq. Siz telefon qilib o'zini tanishtirib, qo'rqitib nomiga kredit chiqarish holati. Bu yerda nisbatan kamroq uchraydigan hozirga kelib bu ham ko'payib qolgan. Ya'ni kiber tovlamachilik, ya'ni sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni egallab, keyin sizni qo'rqitish evaziga, u shaxsiy ma'lumotlaringizni tarqatish evaziga sizdan pul mablag'i talab qilish holatlari. Bu ham juda ham ko'payib ketgan. Kiber bullying, bundan tashqari moliyaviy piramida, meros qoldirish, ya'ni o'sha telefon qilib o'zini katta boy inson deb tanishtirib va meros qolganligini aytib aldash holatlari ham juda ham ko'p kuzatilyapti. O'zbekistonda ayni fuqarolar o'rtasida ommalashib ketyapti, asosan yoshlar o'rtasida ommalashib ketyapti. Ya'ni o'zini shaxsga doir ma'lumotlarni noma'lum shaxslarga pul evaziga sotish holati juda ham ko'p ko'payapti. Bu narsa uchun javobgarlik bor. Javobgarlik bor. Ya'ni ular o'sha Telegram orqali har xil kanallarga kirib, o'sha bizga bankda ilovalardan Click, Payme ro'yxatdan o'tib, o'zingizdagi nomingizdagi kartani identifikatsiyadan o'tkazib bersangiz, o'sha bank kartangiz evaziga $40, $50 pul taklif qilyapti. Qarabsizki, ishlamayotgan fuqarolarimizga pul yaxshi ko'rinyapti-da, natijada o'zining nomiga kartalar rasmiylashtirib beryapti. Natijada o'zining yaqinlarini ham olib kelib shu narsaga da'vat qilyapti. Shu narsa qilish bo'yicha. Shuning uchun fuqarodan so'rab qolardik, o'ziga shaxsga doir ma'lumotlarni, bank kartalarini o'ziga shaxslarga sotmasliklarini, bu uchun javobgarlik borligini aytib o'tadi. Sizlarga kattakon rahmat. Videoni to'liq ko'rgan bo'lsalaringiz, hoziroq yaqin insonlaringizga ulashib qo'ysalaringiz, men o'ylaymanki, hammamiz birga bo'lsak,
mana bunaqa aldanishlar bo'lmaydi, to'g'risi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.